Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan Dr. Qoplonov klinikasining ochilishi o'zgacha shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bu klinikada asosan endokrin kasalligi bor bo'lgan bemorlar yotib davolanchisi bo'ladi. Lekin klinikadagi narxlar ko'pchilikni xursand qildi va yana ko'pchilikni hayratga soldi. Klinikada joylashgan lyuks palatalar uchun atigi bir kunga 155 ming so'm to'lov qilib, shunaqa hamma shart-sharoiti mavjud bo'lgan palata, endokrinolog vrach ko'rigi, hamshiralar nazorati, qondagi qand miqdorini o'lchash analizlari va yana shu summa ichiga nonushta ya'ni zavtrak ham qo'shib beriladi. Klinikada standart palatalar ham mavjud. Lyuks palatadan farqi dush, kuxnya va tualetlar alohida joylashgan. Standart palatalarning bir kunlik narxi 105 ming so'm. Undan tashqari klinikada laboratoriya ham mavjud. Barcha gormonlarni tekshirtirishingiz, qondagi o'zgarishlarga analiz topshirishingiz mumkin. Klinikada stomatologiya ham mavjud. Kelib stomatologik muolajalarni olib ketsangiz bo'ladi. Klinikada qandli diabeti bor bo'lgan bemorlar, gormonlardagi o'zgarish sababli ortiqcha vazn olgan yokida juda ham ko'p vazn yo'qotganlar, homilador bo'la olmayotganlar, gormonal o'zgarish ta'sirida juda ham asabiy, uyqusiz bo'lganlar, qalqonsimon bez kasalligining o'zgarishi, zob, buqoq kasalligi bor bo'lgan bemorlar kelib davolanchisi bo'ladi. To'liqroq adres olish uchun kommentariyada adres so'zini yozib qoldiring. Siz azizlarni klinikada kutib qolamiz.